Assalomu alaykum aziz muxlis. Suriya Rossiyada pul bosishdan voz kechmoqda. AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiyalar yumshatilgandan so'ng Suriya yangi bankomatlarni Rossiyaning G'oznak korxonasida bosishdan voz kechadi. Nashrning yozishicha, Damashq yangilangan pullarni Birlashgan Arab Amirliklari va Germaniyada bosmoqchi. Natijada 2024-yil dekabrda hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Bashar Asad tasviri mashhur 2 milliy funtlik kupyuradan olib tashlanadi. Suriya arab va g'arb davlatlari bilan munosabatlarini yaxshilayotgan natijasida Damashq uchun yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Ikki suriyalik manbaga ko'ra, Suriya Markaziy banki rahbari va moliya vaziri may oyi boshida Ba'da joylashgan kompaniyasiga tashrif buyurgan va ular bilan dastlabki muzokaralarga bo'lishgan. Germaniyada davlatga qarashli hamda xususiy kompaniyalar ham Suriya bozoriga qiziqish bildirgan. Ma'lumot uchun, so'nggi 10 yil ichida Rossiya Suriyaga pul bosib bergan. Bunga Yevropa kompaniyalari bilan tuzilgan shartnomalar AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiyalari tufayli bekor qilingani sabab bo'lgan. 2025-yil bahorida ham Suriya Markaziy banki Rossiyadan yangi kupyuralar qabul qilgan. Ammo hozir mamlakatda naqd pul tanqisligi kuchaygan. Suriya rasmiylari bunga fuqarolarning fonti jamg'armasining sabab deb ko'rsa, bank sohasidagi mutaxassislar esa hukumatning valyuta kursini nazorat qilish maqsadida ataylab naqd pullarni cheklayotganini aytadi.